Assalamu alaikum kitapxumar qarindoshlarım. Sizlarning huzuringizda adabiyotshunos Hamid Hamraevning G'o'chilar nayranglari tarixiy romanining davomi. Yoqtirib tingshig'aysizlar. 17-bob. Abdurahim Sultanning qo'zg'iligi. Yakan Uyg'ur xonligi 10 yil davomida tinch, xotirjam hukm surdi. Inisi Abdurahimga to'liq ishongan Muhammad Xon uni davlatning sharqiy viloyatlarining nisbatan mustaqil bo'lishidan cheklamagan edi. Turpan, Qarashar, Qumulda ularning buvisi Sultan Saidxon bilan uning akasi Mansur xonlar davrida ko'zda tutilgandek akining avlodi, ya'ni Mansur xonning avlodi bölünüş huquqsiz hükümranlık qilish kerakdi. Davlatning asosini solg'uvchilar o'tirsidagi kelishimning birinchi sharti mushu edi. Ammo ushbu kelishimning ikkinchi sharti bo'yicha Turpan, Qarashar, Qumulni cho'ng akining, ya'ni Mansur xonning avlodi boshqarishi lozim edi. Mana mushu shartlar o'rinlangandila Mansur xon mamlakatga Sultan Saidxon hükümdar bo'lalaydiganligiga kelishgan edi. Mansur xonning uttur avlodi jamiyatining o'limi va Xudobandining hukumatni kuch bilan egallab olishga urinishi bu kelishimni buzgandi. Endi mana 10 yil mobaynida davlat Sultan Saidxon navrlarining nazorati ostida bo'layotdi. Davlatning boshlig'i Muhammad Xon edi. Sharqiy viloyatlarga uning o'gay inisi Abdurahim egitarchilik qilyotdi. Ayni hol hammaning ko'nglidan chiqadi. Uning ustiga jimi tavallarda bir xalq yashatdi. Shunga xotirjamlikning kapolati bo'lgan taraqqiyot 10 yil davomida hukm surgandi. Yakan Uyg'ur xonligining kuch-qudrati eshib borgan siri gullanayotdi. Jahonning har qaysi mamlakatlaridan chiqqan karvonlar bu bepoyon davlat shaharlarining bozorlarga qarab yo'l tutadi. O'z navbatida Yakan, Xotan, Qag'iliq, Qashqar, Aqsu, Kuchar, Turpan, Qarashar, Ko'rla, Qumul qatorliq shaharlar hunarvandlari bilan dehqonlarning buyum mahsulotlari sharq bilan g'arbga ma'lum edi. Bag'dod va Isfahan, Siyan va Hirat, Samarqand va Buxoro ahli Xotan gilamlariga, Qashqar xanjarlariga, Turpan musallaslariga, Yakan mis ko'mzaklariga, Kuchar sapal qochillarga shaydo edi. Uyg'urlar eli u davrda faqat turmush maishat buyumlari hamda yemaklik-ichmaklik, nozu-ne'matlari bilan dangliq bo'lib qolmay, faylasuflari, mutafakkurlari, olimu fazillari, yozuvchi shoirlari, sazanda muzikantlari bilan mashhur edi. Boshqa darvishlar bilan birga jahonkezlik qilib, shahar, kentlarni aralab, o'z ta'limotini targ'ib qilgan diniy ustozlar, so'pilarmi o'z faoliyatini jonlantirgan edi ayni chog'larda. Bu ta'limotlar bir-biridan keskin farqlanadi, lekin ular man'iy qilinmag'achqa ta'limot targ'ibotchilari Uyg'urlar ziminiga yildiz tortgan edi. Xotirjam, tinch hayot odamlar turmushini farovonlashtirdi. Ko'plagan dehqonlar yerga bo'lgan qandaqdir bir tushuniksiz muhabbat bilan cheksiz, itiz terilg'ularni parvish qiladi. Ular tangla erta urush boshlanib papilab parvish qilgan itizlarimizga mo'l hosil vayron bo'ldi deb hargizmi ansirmatdi. Dehqonlar seliqni vaqt-vaqtida to'latdi, ammo hosil lashkarlar otlari tuyoqlarini ostida chaylinib, yanchilib ketdi. Qo'shinni ta'minlash uchun qo'y, kala otlarimizni tortib oldi deb vayim yematdi. Shunga odamlar o'zlariga mushundaq sharoit yaratib berayotgan xonga minnatdor edi. Afsuski, bundaq vaziyat ma'lum bo'lishicha hammaning ko'nglidan tang chiqmagan ekan. Muhammad xonning o'gay inisi Abdurahim mamlakatning sharqiy tavasiga
vali bo'lib saylangan 10 yil ichida ko'p narsalarni o'zgartirish qaroriga kelgan. Uning aksiga bo'lgan sadoqati davomli nafsaniyat bilan raqobatlashib turdi. Ammo Abdurahim g'ulutilgan Xudobandining xatoliklarini takrorlamasga tirishdi. Shunga u 10 yil mobaynida Muhammad xonga qarshi chiqmadi. U haqiqatanmi o'ziga tava zimindagi ichki va sirtqi muammolarni o'zi hal qildi. Aradan 10 yil o'tib o'zgarishlar yuz berishga boshladi. 1605-yilning ko'klamida Abdurahim asabiylashdi. Uning bir necha sababi bor edi. Hammadan burun Abdurahimni aksi Muhammad xonning yeshi bilan osonlashgan salomatligi hoşyarlashtirdi. Navoda kutilmagan voqea sodir bo'lsa, o'zini nisividan mahrum qilishi mumkin. Shunga buning oldini olish kerak deb o'yladi u. Undan tashqari Muhammad xonning o'g'li Shahshujiddin Ahmad taxtning rasmiy varisi ekanligini hamma biladi. Uning qarorgohi Qashqarda bo'lg'achqa, u muqarrar ravishda aqtog'liq so'plar ta'siriga uchradi. Aqtog'liq so'plar o'z navbatida ularga nisbatan diniy, ma'naviy qarshilikda edi. Shahshujiddin Ahmad taxtga o'tirgandan keyin kichik dadisini sharqiy viloyatlardagi imtiyozlardan mahrum qilishi mumkin. Abdurahim mushulardan ansiradi. Nihoyat 3-dan Muhammad xon qurgan Qaratog'liq xo'jalarining so'piliq harakatining rahbariga aylanayotgan Shahshujiddin Ahmadning dadisiga nisbatan ta'sirining kuchayayotganligi edi. Turpan tavasiga egidorchilik qilayotgan Abdurahim pat-pat o'zini Xudobandining o'rniga qo'yib ko'radi. Bir tarafdan u vaziyatni mustahkamlashni xohlatdi. Ikkinchi tarafdan o'zini qonuniy vali deb hisobladi. U o'zini hokimiyatni kuch bilan eglab olmoqchi bo'lgan Xudobandi bilan hargizmi selishtirmadi. Undan tashqari Abdurahim aksidan keyin taxtga naq o'zining o'ltirishini haq deb sanatdi. Chunki sulola tarixida undaq voqea bo'lgandi. 3-Muhammad xon ularning aksi Abdukerim xonning vafotidan keyin xon taxtga o'ltirgan edi. Bu xildagi o'ylar Abdurahimni har qachon azoblatdi. Har holda uni turpanga avat etishdan burun paydo bo'lgandi mazkur xiyollar. Ammo bu o'ylar hozir to'liq sezilarli darajada edi. Shunga hargiz kechiktirishga bo'lmaydi degan qarorga keldi u. Jimi amaldorlarni, hokimlarni, imomlarni, qozilarni, garnizon boshliqlarini, savdogar tijoratchilarni, qumul, qarishar vakillarini huzurga taklif qilgan Abdurahim bu qitim odatdagi egilik va jamiyatlik masalalar haqida so'z qilish bilan birga o'zining da'vosi to'g'riliqmi gap ochdi. Keyingi 10 yilda qanlig'imizning gullab yashnishiga bizmi nurg'un to'hfalarni qo'shdik. Takabburlik bilan unqatdi Abdurahim Sultan atrofiga takshi ko'z tashlab. Texmi yuksak pallalarga yetish uchun putuqlarimizni doim bizning tavaga qo'shilishga intilayotgan boy va kucharga qaratishimiz lozim. Abdurahim jimib qoldi. U o'zlarining majlis ishtirokchilariga qanday ta'sir qilganligini bilish uchun atday sukut saqlagan edi. U so'zlarining majlis ishtirokchilariga qanday ta'sir qilganligini bilish uchun atday sukut saqlagan edi. Abdurahimning huzuriga yig'ilganlarning ko'pi uning tarifini oladi. Abdurahim o'z tarafdorlarining, qo'llag'uvchilarining nurg'un bo'lishini xohlatdi. Da'vat tizimiga Aqsu nomi qo'shilishi qo'llag'uvchilarga bog'liq edi. Abdurahim bu shaharga ko'z tikib qo'ygandi. Biroq majlis qatnashchilarining hammasi tang o'zgarishlarning yuz berishini xohlamaydi. Orliqda o'tgan 10 yil ko'pchilikka paravan turmush, xotirjam hayot, rahat farog'at ilib kelgandi. Shunga ular biror narsani o'zgartirishning tarafdori emasdi. O'z g'oyalarining qo'llash topmayotganligini his qilgan Abdurahim Aqsu haqida gap etishdan voz kechdi. Lekin boy va kuchar to'g'riliq so'z qo'zg'alib bo'lg'achqa bu masalada chekinishga bo'lmadi. O'z da'volarini ishonarli darajada asoslash kerakdi uningga. Abdurahim
Sultan özü kütmegen adamlar uni qo'lladi mazkur meselede. Qo'yuq sakal qo'yib olgan qumulluq tijoratchi Shavkat Axun qisqa yo'tilib elib, Abdurahimga ta'zim qilgan qiyofatda yiroqdan so'z boshladi. Bizga, savdogarlarga ko'p mengishga to'g'ri keldi. Men, masalan, keyingi yillarda Siyan bilan Bag'dodda bo'ldim. Bizning millimizning xaridori bek nurg'un, ammo u yana bir yo'tilib oldi. Lekin bu qitimqi yo'tal sun'iy chiqdi. Uning ko'zlarida mug'ambirlik aks etilib turadi. Ammo bu mallar asosan Turpan, Qumul, Qarashardan, qo'shni shaharlardan hech nima apara olmaymiz. Shavkat Axun bir daqiqa sukut saqladi. Biroq bayni majlis ishtirokchilari uni oxirigacha tushunsin degandek so'zni davomlashtirdi. Shunga biz ularning hunarvandlarini himoyaga elib, har qanday hukmdorning tasavvurini ta'jublantiradigan narsa buyumlarni barpo qila oladigan ustalarni tarbiyalashimiz kerak. Bu ishlarni naq boy bilan kucharda boshlashimiz lozim. Sınaq teshi tashlandi. Shavkat Axunning gaplari hammani larzaga keltirdi. Ko'pi o'z fikr takliflarini berdi. Ularning barchasi Abdurahim Sultan g'oyasini qo'llashda o'zlarining dalil isbotlarini keltirdi. Kuchar bilan boyda bizning tuqqanlarimiz bor dedi birlari. Har qachon jimi ziddiyat to'qinishlarda kucharliklar bizni qo'llagan, biz taraf bo'lgan dedi ikkinchilari. Kucharsiz Qarasharmi yo'q, ta'kidladi uchinchilari. Qisqasi Abdurahim qo'llag'uvchilar bilan ta'minlandi. Yaxshi tayyorlangan atli qo'shiniga ishonch ortgan u kuchar bilan boyga besib kirmoqchi bo'ldi. U Muhammad xong'ila emas, uning o'g'li Shoh Shujiddin Ahmadga o'zini bir to'ntib qo'yishni ko'ngliga pukdi. Abdurahim Sultan o'ziga ishonchlikdi. Hech kim uni bu niyatidan qaytara olmadi shu daqiqalarda. Shu kuni Qumul va Qarashardan taklif qilinganlar bilan birga Turpanning cho'ng masjidida namoz o'tigan Abdurahim Sultan garnizon boshlig'iga boy bilan kucharga harbiy yurishga tayyorlanishni buyurdi. 17-bob tugadi. 18-bob Turpanga 3-yurish. Muhammad xonning g'azabini tasvirlash mumkin emasdi. Hassas bo'layotgan u qo'llarini orqasida tutib, kichik Qubulxonning ediniga selingan gilamda u yoqdan bu yoqqa tinmay mang'atdi. Uning izmilanmagan ko'kuch pashmiti mengishiga kashla bo'lib, uni texmo asabiylashtirdi. Muhammad xon pashmitini yeshivatdi. Binafsha rangli chakmanda qolgan u bo'lmaning o'tirsida turib, gilam ustida yotgan pashmitiga qarab, o'zining uni nemishga baldurroq yeshivatmaganligiga hayron bo'ldi-da, ozroq tamkinlashdi. U bu ishni qilishga qanday jur'at qildi? Inisi haqida o'yladi Muhammad xon. Uni men hech nimadan cheklamagan edim-ku. Turpanni to'liq idora qilish, Qarashar bilan kucharni o'z nazoratida tutish ozmidi uningga. Muhammad xon kichik Qubulxondagi gilamda yana mengishga boshladi. Endi u biroz xotirjam qiyofatga kirgan edi. Odamlar nemishga minnatdor emas, nemishga o'shnisidagi majburiyatlarini buzadi, xayillik qiladi. Savollarni qo'yatdi u o'ziga o'zi, lekin ularga hech kim javob bera olmadi. Xudo bandini yana tushunishga bo'ladi. U fursatdan foydalanib hokimiyatda mustahkamlanib olishga uringan begona odam. Abdurahimchu, mening inim, dadamning o'g'li. Men uni ya tushuna olmayman, ya kechira olmayman. Mushunda qarorga kelgan Muhammad xon alqiniga urib edi. Ishik og'a bilan shaxsiy kotib hozir bo'ldi uning oldida. Yakan Uyg'ur xonligining xoni bosh vazirning darrov yetib kelishni buyurdi ularga. Muhammad xonning shaxsiy kotibi hukmdarning buyrug'ini bajo keltirish uchun keyniga sho'xshib kichik Qabulxondan chiqdi. Ishik og'a bo'lsiza edangicha egilib dedi. Pashmitingizni elishga ijozat qilg'aysiz ulug' aliylari. Muhammad xon beshni bilinar bilinmas lingshdi.
ishik og'a gilam ustida yotgan zarjiblarda tikilib oltindan hal berilgan pashmatni avaylab oldi-da, sal keyniga chekindi. Navoda Muhammadxon pashmatini kiymoqchi bo'lsa, ishik og'a tayyor edi. Muhammadxon haqiqatan pashmatini kiymoqchi bo'ldi, lekin u biroz sukut saqladi. U ishikning qiqilishini kutdi. Qubulxonaga kirgan bosh vazir bu sug'inida to'xtab bosh egib turdi. Inimiz Abdurahimga bog'liq sodir bo'lgan masalalarni muhokama qilish uchun sizni chaqirdim, dedi Muhammadxon va ishik og'a tomon qadam tashladi. Aralıqda hüküm sürgen jimjitlikda 3 kishi kelgusi daqiqada amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlar haqida mulohaza qilmoqda edi. Muhammadxon Abdurahim sultonni yo'qotish to'g'riliq surlik farmonni jakolashga tayyor edi. Bosh vazir inisiga nisbatan xon g'azavining qanchalik darajada bo'lganligini jiddiy ko'nglidan kechirayotdi. Chunki ushbu buyruqni o'zining o'rinlaydiganligini biladi u. Ishik og'a chapsanaroq xonning mursiga pashmatni artib, bilindirmay ko'zdan g'oyib bo'lishni o'ylayotdi. Faqat ishik og'aga mazkur vazifaning hudisidan chiqish nasib bo'ldi. Muhammadxon bilan bosh vazirning ahdi tuzitishga uchradi. Ishik og'a kichik Qubulxondan chiqib ketishiga Muhammadxon yana g'azabga keldi. Uning Abdurahim to'g'riliq o'ylari endi bosh vazirga ma'lum bo'ldi. Chunki u xon eg'izdan Abdurahim haqida xeyla yiqimsiz paronglarni anglayotdi. Inimning hiyla mikri haddidan ishib ketdi. Bu uningga kechirim yo'q deganlik vaqirati Muhammadxon. Shunga u munosib jazolanishi, marhum Xudobanda olgan jazo bilan selishtirib bo'lmaydigan darajada jazolanishi lozim. Muhammadxon pashmitining etaklarini tutgan holda yana u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Bosh vazir xon sal besilganda luqma tashlash maqsadida jim turdi. Albatta, yurishga men rahbarlik qila olmayman, chunki o'zimizning Abdurahimga nisbatan g'azab nafratimizni shu qadar ochiq namoyon qilishga hech bir zaruriyat yo'q. Muhammadxon ranga parcha gazmal bilan qoplangan qattiq takiylar tizilgan taxtining qishiga kelib o'ylanib turdi-da, ondan taxtiga o'ltirdi. Ali bu sukunatdan foydalangan bosh vazir til qatdi. Ali hazratlari har bir so'zni dona talaffuz qilishga tirishdi u. Sizning Turponga o'zingizning xizmatkorlaringizning birini avatish haqidagi xohishingiz mutlaq dona hamda adolatlikning ifodasidir. Yovuz niyatlik, zarar keltiradigan mishmishlarga yo'l qo'ymaslik lozim. Bundaq apqashti gaplar sizga Ali hazratlari ziyondan boshqa hech nima akelmaydi. İcazat qilsangiz Turponga otlanadigan qo'shinga sizning davringiz Temur Sultan bosh bo'lsa degan taklifni bermoqchiman. Temur Sultan so'radi Muhammadxon. Ammo nimishqa qo'shinga u bosh bo'lishi kerak? Birinchidan, u taxt varisi Shah Shujjiddin Ahmadning o'g'li. Turponga Shah Shujjiddin Ahmadning o'zini avatish nomunasib. Uningdan tashqari Temur Sultan yosh bo'lg'ini qaramay danq chiqargan sardor. Ishni jiddiy to'qinishga yetkazmaslik kerak deb o'ylayman. Albatta, lekin Abdurahimning advini berish lozim. Muhammadxon ozroq sukut saqladi. Ondan sal o'zgargan ovozda bosh vazirni sinamoq maqsadida dedi: "Mening yosh ustozim Shodi G'o'jining fikricha Turponga otlangan yurishga Muhammad Hashimni bosh qilish kerak." Xudobandining o'g'linimi? Shundoq. Bosh vazir buni kutmagan edi. U sarasimaga tushgan holda xonga nima deb javob berish kerakligi to'g'riliq mulohaza qildi. Ali hazratlariga darhol javob berish lozimdi. Beshini sal ko'tarib parishonlikda. Agar Shodig'o'ja shunday hisoblasa, bu bizga utuq elib keladi ehtimol. O'rinsiz parang qilib qo'yganligini tushundi bo'lg'ay, bosh vazir darrov qo'shimcha qildi. Temur Sulton bilan Muhammad Hashim sizning farmoningizni sharaf bilan ado qila oladiganligiga ishonaman. 18-bob tamom.
Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.